Assalomu alaykum, hurmatli Excel foydalanuvchilari. Bugungi darsimizda biz nisbiy, absolyut va aralash kategoriyalar bilan ishlashni o'rganamiz. Ba'zan hisob-kitoblarimizda kategoriyalarni ma'lum bir kategoriyalarga bog'lash kerak bo'ladi. Shunday holatlarda biz nisbiy va absolyut kategoriyalardan foydalanishimiz mumkin. Buni tushunish uchun, oson bo'lishi uchun faraz qilaylik, bizda kemamiz bor. Kema ketyapti va ma'lum bir joyga borganda to'xtaydi va yakrini suvga tashlab, kema joyida to'xtaydi. Ya'ni biz hisob-kitoblarda agar o'xshatadigan bo'lsak, ma'lum bir katekka hisob-kitoblarni bog'lash kerak bo'ladi. Kelaylik buni misollarda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda nisbiy katek deb nimaga aytiladi? Nisbiy katek deb bu hisob-kitoblarda, ya'ni bir-biriga nisbatan o'zgarish bo'lsa, shunda nisbiy katek desak bo'ladi. Mana bizning misolimizda avtomobillar va ularning soni, narxi, summasi. Bu yerda nisbiyligini aniqlash uchun kelaylik sonini narxiga ko'paytirib summasini chiqaramiz. Buning uchun Y2 kategiga barobar bosib S2 ko'paytiramiz D2 ga barobar ya'ni 1,64,662,622 so'm, ya'ni bugungi kundagi shu avtomobilning narxi, ya'ni hisob-kitob chiqdi. Endi bu yerda qolgan kategoriyalarga ham formulamizni kopiya qilishimiz kerak. Buning uchun to'rtburchak kategoriyaning tagidagi, ya'ni kichkina to'rtburchakning ustiga sichqonchani olib borsak, belgi paydo bo'ldi. Bu belgini pastga tortadigan bo'lsak, mana ichiga 2 marta bosamiz. Formula bir-biriga nisbatan, ya'ni o'zgarib pastga qarab ketyapti. Escape bosib chiqib ketamiz va yana pastgacha oxirigacha tortamiz. Qaranglar, buni ya'ni formula bir-biriga ko'paytirilyapti. Endi Y8 ga bossak, S8, D8 bir-biriga ko'paytiryapti, ya'ni bir-biriga nisbatan o'zgargan. Buni biz nisbiy katek deymiz, ya'ni bir-biriga nisbatan o'zgarib borishi. Endi sizlar aytishingiz mumkin, faraz qilaylik, shunaqa vaziyat bo'ladiki, ya'ni summasini bu yerda agar so'mda bo'lsa, biz buni dollarga chaqib ko'raylik, qani dollarda qancha bo'lar ekan deyishingiz mumkin. Albatta, bunday holatlarda absolyut kategoriyalardan foydalaniladi. Buning uchun F2 ga olib boramiz va barobar tugmasini bosamiz. Bu yerda biz nima qilishimiz kerak? Ya'ni summani Y2 ni bo'lishimiz kerak. Ya'ni mana katta tayyor qilib qo'yganmiz. Markaziy bank kursiga taxminiy olingan bo'lamiz 8400 ga. Ya'ni Y2 bo'lingan I1 deyilyapti. Barobar ya'ni Spark bugungi kundagi dollardagi narxi 7698 ko'rsatyapti. Kelaylik endi buni boshqa kategoriyalarga ham foydalanib ko'ramiz. Buning uchun pastga bosamiz. Mana ko'rgan bo'lsanglar, xato chiqdi. Bu nimaga xato? Ya'ni xatoni tushunish uchun yordamchi belgiga bosamiz. Ya'ni delение на 0 deyapti. Ya'ni 0 ga bo'linyapti. Ya'ni bu xato degani. Xatolarni bilan ishlashni biz Excel'dagi xatolar darsida o'rgandik. Endi ustiga 2 marta bosamiz. Ya'ni 62,812,220 ni I2 ga bo'linyapti. Ya'ni bu yerda bizda bo'm-bo'sh, ya'ni 0 degani bu, ya'ni sonni 0 ga bo'lib bo'lmaydi. Shuning uchun xato ko'rsatyapti. Escape bosib chiqib ketamiz. Yana pastga tortib, yana tekshirib ko'ramiz. Qayerda xato ketayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni 2 marta bosamiz. Ya'ni 97,793,815 so'mmi? Ya'ni e'tibor bergan bo'lsanglar, I2, I3 bo'lib pastga qarab ketyapti. Bu nima degani? Demak, bizning hisob-kitoblarimiz kursga to'liq bog'lanmayapti, ya'ni surilib ketyapti. Ya'ni bu nisbiy katek degani. Buni absolyut katekka aylantirish uchun biz 8400 ga bog'lashimiz kerak. Buning uchun o'chirib yuboramiz. Ikkalasini belgilab 7698 ustiga bosamiz va absolyut katekka aylantirish uchun buning uchun dollar belgisidan foydalaniladi. Ya'ni mana shu katekka nisbatan qotirishimiz kerak hisob-kitoblarimizni. Dollar belgisini bosamiz. Shift 4. Dollar belgisi, ya'ni harf bor bu yerda son bor. Ya'ni harf bilan sonni o'rtasiga qo'yiladi va harfni oldiga dollar qo'yiladi. Ya'ni shu katakka absolyut qotirishimiz uchun dollar belgisini topib olgan bo'lsanglar, Shift 4 bilan, agar boshqa belgi chiqib kelayotgan bo'lsa, ya'ni klaviaturadagi tilni o'zgartirib, Alt Shift yoki Ctrl Shift bilan tilni o'zgartirib yana harakat qilib ko'ramiz. Shift 4 bilan tayyor bo'lgandan keyin harfi va harf bilan sonni o'rtasiga dollar belgisini qo'yganimizdagi barobar tugmasini bosamiz. Endi
Bu formulamizni pastga ham joriy qilish uchun pastga tortamiz, ya'ni tekshirish uchun. Mana endi hisob kitob amalga oshirildi, xato chiqmayapti. Ichiga 2 marta bossak, qarasak, ya'ni Y1 dan Y2 ga formula nisbiy ketyapti, lekin I2 ga nisbatan yana qotib bog'lanib qolgan. Bu o'sha absolyut kattakka bildiradi. Ya'ni absolyut mana shu kattakka nisbatan qotirganmiz. Escape bosib chiqib ketamiz va qolgan kattaklarga nisbatan ham bu narsani qo'llaymiz, ya'ni kopiya qilamiz. Mana narxlari chiqdi dollarda. Hop, mana ichiga 2 marta kirsak, ya'ni summa nisbiy ketyapti, dollar o'z joyida qotib turibdi. Ya'ni buni tushundinglar. Endi bu yerda tezkor tugmadan ham foydalansa bo'ladi. Dollar belgisini o'chirib tashlaymiz. Buni absolyut kattakka tezroq o'tish uchun klaviaturada F4 tugmasini bossak, Excel o'zi avtomatik ravishda buni dollarni o'zi qo'yib beradi. Ya'ni klaviaturada terib o'tirishinglar shart emas. Bu ancha vaqtimizni tejashga yordam beradi. Enter. Mana narxlari ham chiqdi. Ya'ni so'mda juda katta bo'lib ketyapti, dollarda sal sonlar kamaydi. Endi bunga nom berishni unutmaymiz. Ya'ni dollarda deb qo'yamiz ham. Dollarda. Mana hisob kitoblarimizni amalga oshirdik. Endi kelinglar sonlarni o'zgartirib tekshirib ko'ramiz. Ya'ni bu yerda summa sonini narxi ko'paytiryapti va kursga bo'lyapti. Kelinglar buni 2 ga o'zgartirib ko'raylik. Ya'ni hisob kitoblarimiz bu yerda ham o'zgarish kerak. 2 ni bosdik, enter. Ya'ni 15 ming bo'ldi. Ya'ni bu ikkita mashinani narxi degani. Qolganlariga ham mana 5 ni bosib ko'ramiz. Nexia'ga 43 ming bo'ldi. Ya'ni hisob kitoblar to'g'ri ketyapti. Yana joyiga qaytaramiz. 1 1. Ya'ni hamma hisob kitoblar bir-biriga bog'langan. Keyingi darslarimizda biz kattaklarni formatlash bilan shug'ullanamiz. Ya'ni chiroyli, shunga o'xshagan chiroyli jadvallar yasashni o'rganamiz. Kelinglar endi 3-turi bilan tanishamiz. Birinchisida nisbiy o'rgandik, ya'ni bir-biriga nisbatan o'zgarib ketadi. Absolyut bu, ya'ni bir-biriga absolyut bog'langan va 3-turi bor, bu aralash. Buning uchun aralash listiga o'tamiz. O'tganimizda mana ko'rib turganingizdek bu yerda kara jadval deb yozilgan, ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kelinglar biz Excel'dan foydalanib, ya'ni kara jadval yasashga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni bu qiziq masalalardan bittasi. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? 1 ni 1 ga ko'paytirishimiz kerak, 1 ni 2 ga ko'paytirishimiz kerak, 1 ni 3 ga, 1 ni 4 ga va hokazo. Buning uchun ishni S4 kattagiga olib borib barobar bosamiz. Ya'ni shriftni o'zgartiramiz. Barobar B4 ko'paytirilgan S3 ga. Enter. Ya'ni 1 ni 1 ga ko'paytirdi. Endi buni pastga ham tortib olishimiz kerak, ya'ni kopiya qilib. Ya'ni 1 ni 2 ga ko'paytiryapti, 4 ga ko'paytiryapti. Ya'ni 1 ni 3 ga ko'paytirsa 6 bo'lmaydi. Demak, qayerdadir xato ketyapti. Ichiga bosib ko'rsak, ya'ni kataklar yurib ketayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni keyingisiga ham tortamiz. Ya'ni harakatda yurib ketyapti. 10 ga tortamiz. 0. Ya'ni ikkita katak bir-biriga nisbiy o'zgarib ketyapti. Endi buni oldini olish uchun biz o'chirib yuboramiz va kelinglar 1 ni, ya'ni ustunni ko'paytiramiz qatoriga. Bu yerda biz qatorni qotirishimiz kerak. Agar F4 ni bosib hozir avtomatik absolyut qator qilib qo'ysak, bu 1 ga nisbatan qotib qoladi. Bizga qatorni o'zi kerak. Qatorni o'zini qotirish uchun shift 4 bilan, ya'ni harf bilan sonni o'rtasiga dollar belgisini qo'yamiz. Enter. Ya'ni 1 ni 1 ga ko'paytiryapti. Pastga tortib olamiz. Qo'yib yubordik. 1 ni 10 ga ko'paytiryapti. Tekshiramiz. Ya'ni hisob kitoblar to'g'ri. Endi kelinglar buni qolgan sonlarga ham nisbatan qilishimiz mumkin. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda yana yurib ketyapti. Mana sizlarga xatoni ko'rsatib bermoqchiman. 3 ga 10 ni ko'paytirsa 60 bo'lmaydi. Bu yerda biz nimani esdan chiqarganmiz? Biz bu ustunni qotirishni esdan chiqarganmiz. Bu hatto
bize o'rganishimiz uchun qilindi. Endi ustunni qotirish uchun yana hammasini o'chirib yuboramiz. Delete tugmasi. Ustunni qotirish uchun katani ichiga 2 marta bosamiz. Agarda hozir biz harf bilan sonni o'rtasiga dollar belgisini qo'ysak, bu yerda qator qotib qoladi. Bizga ustunni qotirishimiz kerak. Ustunni qotirish uchun harf oldiga dollar belgisi qo'yiladi. Enter. 1 ko'paytirsa to'g'ri ketyapti. Kopiya qilamiz, pastga tortamiz va yana tekshiramiz. Mana endi e'tibor bergan bo'lsak, ustun qotdi. Escape, ya'ni o'zgarib boryapti. Bu yerda qatorlar ham joyida qotib turibdi. Xo'p, bosamiz va 10 gacha tortib boramiz. Tekshiramiz. 10 ni 10 ga ko'paytirsa 100 bo'ladi. 8 kere 8 64. Xo'p, biz endi odatiy kara jadvalni qildik. Kelinglar endi masalani yanada qiziqroq qilish uchun kara jadvalimizni yana kengaytiramiz. 10 dan keyin 11 yozamiz. 12, 13, 14, 15. Ya'ni buni Excel avtomatik bajarib ketyapti. 11, 12, 13, 14, 15. Formulamizni qolgan kategoriyaga nisbatan ham joriy qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Ya'ni qatorni belgilaymiz va pastga tortamiz. Ya'ni 15 ga 10 ni ko'paytirsa 150, ya'ni to'g'ri ketyapti. Endi butun shu 10 dan 150 gacha bo'lgan sonlarni belgilab 10 ga qarab tortamiz va tekshiramiz. 10 kere 14 140. Ya'ni hisob kitoblar to'g'ri ketyapti. Ya'ni 15 kere 15 225. Buni cheksiz yana davom ettirib ketsak bo'ladi. Endi hozir bizga bu kerak emas. Keyingi darslarimizda biz chiroyli jadvallar tayyorlashni o'rganamiz, ya'ni formatlash orqali. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Nisbiy kattalik deb nimaga aytiladi? Hisob kitoblarda bir-biriga nisbatan o'zgarish bo'lsa, shu nisbiy katak hisoblanadi. Absolyut bu qanday usul? Javob: bir-biriga bog'langan usullardan biri. 3-savol. Ustunni qotirish uchun nima qilish kerak? Ustunni qotirish uchun harf oldiga dollar belgisini qo'yamiz.